Kuni kecha Toshkent shahrida Yunusobod tumaniga muhtaram prezident tashrif paytida juda ham katta e'tibor narsalarga bizni qaratdi. Poytaxt davlatning siyosiy, ma'muriy, iqtisodiy va madaniy yuragi, shu bois uni boshqarish, rivojlantirish va muhofaza qilishda alohida o'ziga xos yondashuv talab etiladi dedi muhtaram prezidentimiz. Ana shu tamoyildan kelib chiqib Toshkent shahrida mahalliy boshqaruv va moliyaviy mustaqillikni kuchaytirishga qaratilgan muhim tashabbuslar ilgari surildi. Xususan, Toshkent shahar kengashiga orttirib bajarilgan daromadning mahalliy byudjetiga qaytariladigan qismidan 20% tumanlar o'rtasida taqsimlash vakolatini berish taklif etildi. Bu qaror tumanlarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish, joylardagi paydo bo'lgan muammolarni tez hal qilishiga, shuningdek shahar va tuman hokimliklariga mahalliy kengashlar bilan kelishgan holda bo'sh mablag'larni depozitlarga joylashtirishga ruxsat berildi. Buni hammasi yangi bozor mexanizmlariga asoslangan yondashuv joriy etilayotganidan dalolatdir. Prezidentimiz Toshkent shahri faoliyatining huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarini aniq belgilab beruvchi O'zbekiston Respublikasi poytaxtining maqomi to'g'risidagi qonunni qabul qilish vaqti kelganini alohida ta'kidladi. Bu hujjat poytaxtni rivojlantirishda tizimli va uzoq muddatli siyosatni ta'minlashga qaratilgan muhim qadam bo'ladi. Mahalla instituti samaradorligini oshirish masalasida ham poytaxt yetakchi bo'lishi shartligi qayd etildi. 2026-yilda Toshkent shahrida mahalla yettiligi to'liq shahar hokimligi ixtiyoriga o'tkazilib, ushbu tizim faoliyati tubdan yangicha asosda tashkil etiladi. Hokim o'rinbosarlariga mahalla yettiligining har bir a'zosi uchun aniq natijaga yo'naltirilgan KPI ishlab chiqish, ortiqcha hisobotsizlik va byurokratlik to'siqlarni bartaraf etish vazifasi qo'yildi. Yettilik hisobot uchun emas, inson uchun ishlashi kerak. Odamlarning og'irini yengil qilish asosiy mezon degan prezidentimizning so'zlari yangi O'zbekistonda mahalliy boshqaruv falsafasining mohiyatini yaqqol ifodalaydi. Bu islohotlar poytaxtni faqat ma'muriy markaz emas, balki samarali boshqaruv, inson manfaati va mahalla faolligini ta'minlovchi namunaviy shaharga aylantirishga xizmat qiladi.